Bizni Neymarga nima bo'ldi? Yana jarohat oldi va yil oxirigacha safdan chiqdi. Boshqacha bo'lishi ham ajablanarli. Chunki Lazaryatni o'z uyiga aylantirgan Neymarga o'rganib qoldik, to'g'rimi? Meni o'ylantirayotgan bir og'ir masala bor. Yosh katta avlod o'z zamonasining sehrgari Ronaldinyo bilan, yoshgina bolakaylar o'zlarining sehrgari Garri Potter bilan maqtanayotgan bir paytda men o'zimning sehrgarim Neymar haqida qaysi jihatni aytib maqtansam ekan? O'zining gullagan davrida Messi va Ronaldoni soyasida qolgani haqidami yoki ulardan qutulib endi bag'riga quyosh tegdi deganimizda ichkilik, kayf-safoyu kamiga jarohatning asosiy mijoziga aylangani haqida maqtanaymi? Albatta, bular e'tirofga loyiq jihatlar emasdir, lekin yuqorida aytilgan avlodlardan ustun jihatimiz shundaki, Neymar bizga qanday qilib todsiz ham saltanat qiroli bo'lishni, qayta-qayta yiqilaverib tizzalar qon bo'lganda ham yana turishni, yillar davomida qiynayverib insonni yo'q qilib yuboradigan og'riqlarga qarshi mardonavor kurashishni o'rgatdi. Boshqa sehrgarlarga murojaat qilsangiz, ular o'zlarining qobiliyatidan o'zgasini ko'rsatmaydi. Neymarchi bizga shuncha narsani o'rgatib cho'qqiga chiqqan davrlarida estetik zavqni ulashgan yagona sehrgardir. Shuning uchun ham biz sehrgarlar Ronaldinyo va Garri Potter bilan maqtanadigan avlodlardan ustunmiz. Shuning uchun ham biz Neymarni yaxshi ko'ramiz.